Ertadan ro'za tutilaveradi. Qurbon hayiti 3 kun bo'ladi, lekin bu unaqa emas. Bir hayit o'tdi, bo'ldi, hayit tugadi shu bilan. Ertadan boshlab Shavvol ro'zasini tutsa bo'laveradi. Shavvolda tutishlikdan hikmatlardan bittasi 6 kun tutiladi deyiladi. Chunki Ramazon oyini odam 30 kun tutgan. 6 kun buni qo'shib tutadigan bo'lsa, 36 kun bo'ladi. Alloh taborak va taolo bir inson qilgan amaliga 10 barobar qilib jazo beradi, mukofot beradi. Va shu bilan buni tutgan ro'zasi go'yo 10 barobar ko'paysa 360 kun ro'za bo'ladi. Demak, bu Shavvol oyidan 6 kun ro'za tutgan odam yil bo'yi ro'za tutganda savobiga, fazilatiga ega bo'ladi deb aytiladi. Boshqa? Havodan yo'q, savoldan havodan. Vazishni. Tarixda bir voqea bo'lgan ekan. Bir tariqat kunlaridan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabrlariga borganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llari chiqqan. Ziyorat qilgan. Imom Suyuti rahmatullohi alayhi keltirdilar. Hazrat Imom Rifoyi haqlarida bo'lsa aylandik internetlarda bu gap. Bo'lgan narsani Endi agar bo'lgan bo'lsa, avvalo tarixiy gap bu, endi masalan tarixda bo'lgan gap. Endi birinchi vazifa bu gapda bo'lgan bo'lmaganini isbotlash bo'ladi. Xo'p, isbotla degan. Isbotlagandan shunaqa bo'pti ekan desa, ahli sunna val jamoatning e'tiqodi shunday bo'lishi kerakki, karomat haq deb e'tiqod qilamiz. Bo'lmagan narsa devorishlik uchun uni demak karomatni inkor qilishdan kelib chiqadi. Masalan, salafiylar karomatni inkor qiladi. Va shu jumladan aslida Mu'tazilalar karomatni inkor qilgan. Keyin kitoblarda orqasida aytadiki, Mu'tazilalar nima karomatni inkor qilgan desa, ular adashgan guruh-ku. Ularga Xudo hech karomat bermagan. Karomatni ko'rmagandan karomat bo'lmagan narsa deydi. Salafiy ham agar karomatni inkor qilgan bo'lsa, karomat o'zida yo'qligidan inkor qiladi. Ahli sunna aytadiki, avvalo shu ish bo'lganmi deydi. Bo'lgan bo'lsa karomat ekan bo'ldi deb qo'ya qolish kerak, chuqur ketmasdan. Bo'ylida zakotini to'lib ilmlagan Ha. to'lib o'tganlarga so'rab olib bersa bo'ladimi yo zakotini qo'yib bo'ylida zakotini masalan siz bering Bo'ladi. Dalolat qilsa bo'laveradi. Lekin o'tgan safar ham gapirdik yana bu gapda ham zakotni muhtoj odamni o'zi so'rab olishi yaxshi emas. Chunki bir odamni bir kunlik yeydigan ovqati bo'lsa, molni birovdan so'rashi halol bo'lmaydi. O'zini ehtiyojini aytish halol bo'lmaydi. Endi o'zini ehtiyojini aytyaptimi, hojati bo'lmasdan turib, undan boshqa masalan ovqati bo'la turib. Demak, u odam gunoh qilyapti va zakot bergan odam uni qilgan gunohiga yordamchi bo'la turgan bo'ladi. O'shaning uchun unga berishlik makruh deyiladi. Endi birov dalolat qilib shular muhtoj edi, shularga beringlar desa bo'ladi. Qo'yga o'zon masalasida o'zonni muazzin 2 marta aytsa, biz 1 marta qaytarib qo'ysak bo'ldimi? Aqamaqa 2 marta qaytaraveramiz. Aytgan kalimasi o'sha muazzin o'rtada nafas olyapti-ku. O'sha nafas olayotganligini hikmatidan bittasi shuki, nimaga nafas oladi o'rtada to'xtab aytasa, arqadagilar ham qaytarib olishligi uchun deyiladi. 1 marta qaytarsa bo'ldimi? Aytgan kalima 2 martasi 2 marta qaytarasiz. Ashhadu anna Muhammadur rasululloh to'xtayapti, ashhadu aytyapsiz. Shunaqangi.